Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida Rostdan ayting tok shousi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana sizlar bilan dolzarb bo'lgan mavzular haqida gaplashamiz. Bugun yo'ldagi hayot, xavfsizlik, mas'uliyat va kelajak, haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan avtomashinani boshqarish xavfi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bugun topilgan, bugun mavzu qilib olib chiqilgan mavzu emas bu. Bir necha yillardan beri muhokama bo'lib kelayotgan. Yo'llarda harakatlar davom etar ekan, biz uning xavfli, xavfsiz tomonlarini muhokama qilamiz. Boshqa kanalga o'tib ketmang va bu ko'rsatuvni yaxshilab ko'ring va eshiting. Biz ekspertlarimiz taklif qilganmiz, bugungi mavzuni mavzu qilib telekanalda olib chiqishimiz sabab bo'layotgan adasini bollari qilayotgan xatolari bugun avjiga chiqdi. Bugun adasini bollari qilayotgan xatolar evaziga qurbonlarimiz ham yo'q emas. Ayniqsa ichki ishlardan bo'layotgan qurbonlarimiz sabab bugun mavzu qilib olib chiqdik. Bugun bir qat'iyroq savollar, bugun qat'iyroq mavzu tanladik emas. Azizlar, yana bir marta ta'kidlab o'tamiz. Bugun siz ham bu holatlarning ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin va siz ham bugun mashina boshqaryapsiz. Bugun biz nimani e'tibordan chetda qoldiryapmizki, bunaqa xavflar, bunaqa qotilliklar qaysidir ma'noda ijtimoiy tarmoqda urchyapti, oynai jahonda ko'tarilyapti. Hujjatlar bor, qonun bor, svetofor bor, lekin bizda hamon muammolar yetarlidan-da ko'proq. Sabab voyaga yetmaganlarni yoki huquqqa ega bo'lmay turib transport vositasini boshqarib, qo'pol qoidabuzarliklar sodir etayotgan va ayniqsa bu holatlarda ijtimoiy tarmoqqa joylanayotgan holatlarni bosh aybdori sifatida aynan kimnidir ko'rsatib bo'lmaydi-da. Masalan uchun bitta ota-ona bunga aybdor deb ham bo'lmaydi, yo chora ko'rilmayapti, yo'l patrul xizmat xodimlarini va hokazo. Bu jamiyat muammosi. Yo'l transport hodisasini oldini olish bo'yicha butun jamiyatdagi har qanday kasb egasi ham bir xilda kurashishni talab qiladi. Nima uchun? Voyaga yetmagan avtomashina boshqarayotganligini o'sha mahallada, uni mahallasida yurgan qo'ni-qo'shnilari ko'radimi, ko'rmaydimi? To'g'rimi? Biladi, lekin jim o'tiradi. Mana yaqinda Toshkent shahrida bo'ldi. Ikkita ayol olib borib otasiga salgina bolangizni tarbiyaga chaqiring degan paytda sizning ishingiz nima dedi? Ana keyin bu sud hukmi bilan, sud qarori bilan otaga nisbatan ma'muriy qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Mahalla yettiligi ko'proq tartibga chaqirish masalasida e'tiborliroq bo'lish kerak. Maktabda kerak bo'lsa, ustozlari ham ularga ham o'zini mas'uliyati bor. Bolani o'sha avtomashina boshqarmasligi hujjatsiz. Agar yo'l transport hodisasi sodir etsa o'sha bola, tergov organlarini ham u vafot etmasdan o'z demak tirik qolishi uchun avariya bo'lgan xodimni, tibbiyot xodimlarini ham nimasi bor, majburiyati bor. Unga nisbatan yo'l patrul xizmat xodimi mana jarima yozdimi ota-onasiga yoki o'ziga qoidabuzarga nisbatan? Bu jarimani to'lash kerak. Jazo muqarrarligi ta'minlanishi kerak. Bunda MIP idoralarining ham kerak bo'lsa mas'uliyati bor. Mana shu ko'ryapsiz, jamiyatda hamma tegishliligi bo'yicha o'zini zimmasidagi mas'uliyatni vijdondan bajarib bersa, bu avtohalokatlarni oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Bilasizmi, sizni fikringizga qisman qarshiman. Nima sababdan? Chunki ikki voqea haqida asosan gapiryapmiz. Hammangizni xabaringiz bor. Ikki voqeada birinchi navbatda mas'ul ota-ona deb bilamiz. Chunki yaqinda ijtimoiy tarmoqqa tarbiyani kim beradi? Maktab, ijtimoiy tarmoq yoki ota-ona degan fikrni berganimizda 99% inson avvalambor ota-ona. Avtomobil kimniki? Ota-onaniki. Farzand kimniki? Ota-onaniki. Voyaga yetmagan farzandga kim mas'ul? Ota-ona. Bundan ko'rinib turibdiki, qolgan siz aytgan qismlar, mahalla, boshqasi, hammasi ikkinchi navbatga o'tadi. Ota-onani ishtiroki va ularga nisbatan qo'yilayotgan balki jarimalar yoki qandaydir dakkilar kamlik qilayotgandir. Balki jarimalarni ko'paytirish kerakdir yoki qattiqroq chora ko'rish kerakdir. Chunki bu hammasi ming afsuski kimlarnidir o'limiga olib kelishi mumkin, hattoki olib ham keldi. To'g'ri aytyapsiz. Endi men umumiy qilib aytayotganim, kerak bo'lsa o'zimiz ham ota-onamiz. Mana joyi keladi, agar farzandingiz yoshi kattaroq bo'lsa, uni tartibga chaqirish, tarbiyalashda kerak bo'lsa, sizni ham imkoniyatingiz cheklanib qolishi mumkin, sizga ham quloq solmay qolish mumkin. O'shaning uchun aytayapmanki, hamma birgalikda harakat qilinsa, bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan gap shundan olinganda. Yo'q, hozircha aybdor qidiryapmiz, bu tarbiya qiluvchi ko'rsatuv emas. Qonun ishlash kerak. Xuddi shunday. Qonun ishlasa, qizil chiroqqa o'tish mumkin emasmi? Ha, mumkin emas. Tezlikni oshirish mumkin emasmi? Ham biz
holat, hodisa yuz bergandan keyin Kamolda sizga yuzlamaman bu savol bilan. Keyin qonun kitobini olamiz yoki qonunni ishlatamiz. Nega bunga qadar ishlamaydi? Biz jazolashimiz kerak bo'lsa, u qonun bizgandan keyin jazolaymiz. Qonunimiz bunga qadar nega ishlamaydi? U yo'l harakat xodimlari tomonidan ham yoki bo'lmasam o'sha haydovchilik guvohnomasini beruvchilardan. Nega qonun bir voqea yuz bergandan keyin, kimdir o'lim holati bo'lgandan keyin yoki avariya holatdan keyin ishlaydi? Qonun har doim ishlash kerak. Har doim sog'lom ishlash kerak. Marhamat. Albatta, juda ham to'g'ri urg'u berildi. Men endi amaliyotchi advokat bo'lganligim uchun ko'proq hozir mana lentani ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifalarimdagi lentani titkilar ekanman. Bundan 3 yil oldin boshlagan ekanman. Avtoterror va mana shu yo'l harakati xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar bo'yicha chiqish qilayotganimga 4 yildan oshibdi, ammo ochiqni aytish kerak. Deyarli o'zgarish sezganim yo'q. Statistika. Siz hamma yaxshi ham ko'rib qolgani yo'q. Statistika yomonlashsa yomonlashdiki, yaxshilangani yo'q. Mana hozir jazo choralari haqida gapirdingiz. Biz ideal ota-onalarni mavjud bo'lishini kafolatlay olmaymiz, chunki hamma har xil oilada va har xil sharoitda tarbiya topadi, o'sib ulg'ayadi. Ammo jinoyatga jazo muqarrar bo'lgan joyda tartib intizom albatta o'rnatiladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi yo'llarida, shaxsiy fikrim, qo'shilmaslikka to'liq haqqinglar bor. Yo'l harakati xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlarni sodir etish uchun, avtoterrorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Biz kezi kelsa ularni kechirib chiqarib boryapmiz. Xususan sud tizimini o'zi dasturul amal bo'lib xizmat qilyapti va munosib himoya qo'rg'oniga aylangan. Toshkent shahrida va umuman respublikaning markaziy yo'llarida tezlik soatiga 60 km-gacha cheklanganligini juda yaxshi bilamiz. Amaldagi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.3-moddasida tasavvur qiling, tezlikni 60 km-gacha oshirish, bu degani 60-60, 120 dan yuqori harakatlangan haydovchiga faqatgina jarima ko'zda tutilgan. Ya'ni haqini to'laydi, chiqib ketadi. Va jarimalarning takroriyligi inobatga olinmaydi, deyapti. Haqini to'laguni qayta-qayta sodir etavergan. Ya'ni bu juda ham jozibali taklif. Haqiqiy avtoterror uchun. Haqiqiy avtoterror uchun bundan jozibali taklif bo'lishi mumkin emas. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida avtoterror uchun tezlikni 60 dan 80 km-gacha oshirgan haydovchini takroriy qoidabuzarligi uchun avtomashinani musodara qilish masalasi allaqachon kun tartibiga ko'tarilib, joriy ham qilindi. Xabarovskda 2 ta qaror qabul qilindi. Ya'ni keskin, kechiktirib bo'lmas chorani federatsiya ko'rishga majbur bo'ldi, chunki tashvish signali yonib bo'ldi mamlakat uchun. Bizda bu tashvish signali yonmadimi? Yoki mana ichki ishlar xodimi mana shu xizmat vazifasini amalga oshirish vaqti halok bo'ldi. Ana undan keyin mana monitoringlar boshlandi. Men bir narsani juda ham istagan bo'lardim. Nafaqat ichki ishlar xodimi, oddiy o'rta statistik o'zbek halok bo'lgan vaqtda ham bizga tashvish signali yonish kerak. Albatta, mansabdor yoki qanaqadir deylik mas'ul ma'muriy organ xodimlarining halok bo'lishi bizga qaysidir ma'noda signal berish kerak emas. Jazosizlik bugungi kunda o'zini eng avj pallasida. Buni qo'rqmay gapiraman. Agar kimdir shubha qiladigan bo'lsa va gaplarimiz safsata deb hisoblaydigan bo'lsa, marhamat ofisga taklif qilaman. Qo'l ostindagi aynan tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalari va aynan shu borada qabul qilingan sud qarorlarini ko'rsataman. Sud bugungi kunda haydovchi tezligiga javob beradi, deyapti. Oqibatiga javobgar emas, deyapti. Oqibati o'lim bilan, oqibati og'ir tan jarohat bilan tugagan jinoyat ishlari bor. Lekin sud nima deyapti? Ikkinchi haydovchi, tasavvur qiling, sizni 99-band amaldagi yo'l harakati qoidalari qayrilib olishingiz kerak, manevr. Qayrilib olish manevrini bajaryapsiz, ammo gorizontda mashina yo'q. Siz ko'ryapsiz, transport vositalari harakatlanib kelyapti, ammo siz haqli ravishda 60 km tezlik bilan harakatlanib kelyapti degan xulosaga borishga haqqingiz bor, chunki siz yo'l harakati qoidasiga amal qilyapsiz, boshqalar ham amal qilayotgan bo'lishi kerak degan taxmin bilan siz manevrni boshladingiz. Ammo qayerdandir soatiga 160 km tezlik bilan kelib sizni kimdir urdi. Adashmasam bunday voqea yaqinda Sergelida sodir bo'ldi. Ayni vaqtda qo'l ostida shunday ish bor va bu ish Mirobod tumanida ko'rib chiqildi. Sudni pozitsiyasini sizga ma'lum qilaman. Qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan transport vositasi qanday tezlikda bo'lishidan qat'iy nazar deyapti, seni o'tkazib yuborishing kerak deyapti. Men aytayapman, soatiga 160 km tezlik bilan harakatlanayotgan transport vositasini xatti-harakatlari bilan oqibat o'rtasida sababiy bog'lanish bo'lsa-chi deyapman. Ekspertiza xulosa beryapti. Agar u tez yurmaganida deyapti, bu yo'l transport hodisasi sodir bo'lmas edi deyapti. Bu ham sudga ta'sir qilmayapti. Sud baribir qayrilib olgan haydovchi buni o'tkazib borish kerak edi deyapti. Ana endi umumiy mamlakatdagi bu masalaga, muammoga yondashuvni qarang. Biz shaharlarda tezlikni nima tushirdik? Oqibati o'lim bilan tugayotgan yo'l transport hodisalari soni keskin oshib ketdi dedik. Ammo avtoterror suddan mana shunday yengillik bilan, jarima bilan chiqib ketadigan bo'lsa, tezlikni cheklashning nima keragi bor edi? Shaharda 180 qilib qo'yaylikda, haqqini belgilab qo'yaylik. Deylik 500 million. Soatiga 200 km tezlik bilan harakatlanishga ruxsat beramiz, haqqi 500 million. Agar gap pulda ketayotgan bo'lsa, agar gap qonli statistikani tushirish bo'ladigan bo'lsa, keskin chora kerak, kechiktirib bo'lmas choralar kerak. O'sha transport vositasini musodara qilishdan boshlab jinoyat ishigacha
Ya'ni men soatiga 160 km tezlik bilan harakatlanib turib, mana shu studiyadagi yoki men harakatning boshqa ishtirokchilariga nisbatan potensial xavfman. Odam o'ldirishim mumkin. Inson hayotiga suiqasd bu. To'g'ri, hali odam o'lmadi, bu vaqt masalasi. 10 daqiqadan keyin o'ladimi, yarim soatdan keyin. Bu vaqt masalasi, lekin nega bunga ko'z yumayapmiz? Nega ruxsat beryapmiz? Ijtimoiy tarmoqlarda bugun odamlar Zoir aka ko'z-ko'z qilyapti. Kimdir 15 sutga qamalib ketishi mumkin, lekin men emas deyapti. 100 so'm puling bo'lmasin, 100 ta tanishing bo'lsin deyapti. O'zbekiston mamlakati qonunlariga chorlov, vizov tashalyapti-da. Keskin munosabat bo'lish kerak. Fikr etmoqchiman sizlarga, maylimi hozir? Qonun o'ylab topuvchilar bu majlislar zalida yo kabinetda qilinadi. Lekin yo'l harakati qoidalari bo'yicha qonun masalasida biz ichki ishlar xodimi bo'libmi, advokat bo'libmi, fuqaro bo'libmi, to'ldirish yo o'zgartirish takliflarini berishimiz mumkinmi, yo'qmi? Albatta, jamoatchilik amaliyotdan kelib chiqib. Albatta. Endi savol, qizil chiroqdan o'tib ketishlik jarimasi qancha? Adashmasam, tonirovkanikidan Keling bular javob bera qolsinlar. Bazaviy hisoblash 2 barobar. Xo'p, tonirovkanikichi. Tonirovkaniki Oldi oynani qoraytirish. bazaviy hisoblashda 25 barobar. Demak, ko'proq shuni o'rni almashtirishimiz mumkinmi, yo'qmi? bu nima uchun ko'tarildi? Hozir biz qoida buzarliklarni ijtimoiy xavfini adashtirib qo'yganmiz. Ya'ni tusi o'zgartirilgan oynadagi odam qanchalik xavf tug'diradi va qizil ishoraga o'tgan haydovchi qanchalik xavf Shuni tug'diradi. o'rni almashtirsa bo'lmaydimi? Shu taklifga chiqsanglar bo'lmaydimi? Yo'q, bu haqda qonunchilik tashabbusi shaxsan menda mavjud emas, lekin ijtimoiy hayot faol sifatida bu fikrni adashmasam 2 yildan beri beryapman. Ya'ni jarimalarimizdagi summalar o'zgarib qolgan. Biz asosan prioritetni hayotda, ijtimoiy hayotda odamlarga xavf tug'dirmaydigan harakatlarga qaratib qo'yganmiz deb men bir necha marotaba fikr bildirganman. Chunki qizil chiroq yoki piyodalarni o'tkazib yubormaslik yoki qarama-qarshi harakatlanish bu o'zini ijtimoiy xavfi jihatdan tusi o'zgartirilgan oynalardan ancha Nima xavfli. deysiz siz o'zinglar? Ancha xavfliroq bu. Noto'g'ri belgilovmi, yo'qmi bu? Yo, bu albatta qonunchilikda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan masaladir. Xodim sifatida aytavering vijdonan. Buni o'rni almashtirsa yaxshi emasmikan? Endi men xodim o'zimning shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, Fuqaro sifatida. jazolarni keskin oshirish kerak. Jazolarda agar Yo'q, mana shu qoida bo'yicha gaplashaylik. qaysi qoida bo'yicha? Qizilga o'tish va qora tilli oynalar. Unga belgilangan jazolar miqdori. Va belgilangan qizilga o'tishda ham kerak bo'lsa 2 okrat emas, 10 barobar balki 15 barobar balki 20-25 barobar qilib oshirsa ham bo'ladi albatta. Yo'q, yana oshirish kerak emas. O'rni almashtiraylik deyapman. O'rin almashtirish Xavfdan kelib chiqib, Xosqamoldin aytdi, xavfdan kelib chiqib. Bu qonun ijodkorlari bilan bog'liq bo'lgan masala. O'shaning uchun men ham bu yerda vakolatim doirasidagi Siz rozimisiz shu taklifga mabodo? Siz rozimisiz yoki qarshimisiniz? vakolatim doirasidagi gaplarni gapirishim mumkin, vakolatim doirasida ishlarni Insoniylik faktordan kelib chiqib. Inson xodim sifatida insoniylik faktori. albatta qoidabuzarliklarga keskin chora ko'rish kerak, albatta oshirilishi kerak qo'pol qoidabuzarlik. Tushundim sizni. Sizni fikringiz uzr, men bor. Nima deysiz shunga? Men mana shu narsa to'g'risida to'xtalmoqchiman yana. Men bu narsa to'g'risida juda ko'p o'ylaganman. Mana Admonaga ham ko'p marotaba bu to'g'risida chiqishlar qilganlar. Endi o'sha oynalarning tusini o'zgartirish bu qanaqadir juda og'ir jazoni belgilash shart emas-da bunga. Yo'l harakat ishtirokchilari, demak o'sha boshqa transport vositalarini boshqarayotgan harakat ishtirokchilari yoki piyodalarni hayotini xavf ostiga qo'yib qizil svetoforni qizil ishorasiga o'tish 2 barobar bazaviy hisoblash bu juda kam narsa-da. Buni undan almashtirgan meni o'zimning fikrim. Men endi kadrlar tanlash bo'yicha bosh mutaxassisman. Men o'zimning soham haydovchilarni tayyorlash bo'yicha-da. Endi undan almashtirish menimcha ma'qul narsa deb o'ylayman. Chunki oynaning tusini o'zgartirgan bilan hech qanaqa haydovchini yoki boshqa harakat ishtirokchilarini hayotiga xavf soladigan manba bo'lib qolmaydi bu bilan. Undan ko'ra men bu qizilda o'tish, tezlikni oshirish, xavfli manyovrlar qilish bu xavfliroq degan fikrdaman. Yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Boya tezlik masalasiga to'xtalgan vaqtim qonunchilikda nazarda tutilgan jazoni keltirib o'tdim. Bu yerda jarima miqdori haqida gapirdik. Lekin nima uchundir aynan tezlikni 60 kilometrdan yuqoriga oshirish borasida biz na ma'muriy qamoqni ko'rishimiz mumkin, na o'sha transport vositasini boshqarish huquqini cheklashni ko'ramiz. Vaholanki bu juda ham katta xavf. Bugungi kunda ham aynan o'sha huquqbuzarliklarga jazoni belgilashdagi ayrim noaniqliklar qaysidir ma'noda o'ylaymanki bugungi kunda o'sha Toshkent ko'chalari deymiz yoki mamlakat ko'chalarida avtoterrorlarning keskin ko'payib ketishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Chunki har qanday jarimani orqasida tarbiya yotish kerak. Odamlar qo'rqmayapti jarimadan.
Bizda ham agar jarima ish bermayotgan bo'lsa yoki ma'muriy qamoq bilan agar kifoyalanmayotgan bo'lsa odamlar, demak alternativ muqobil yana bir keskinroq chorani o'ylab topishimiz kerak. Yuqorida bir fikrni ko'p marotaba qaytardingiz. Avtoterror borgan sari yildan yilga ko'payib bormoqda deb. Keling statistikaga yuzlanaylik. Haqiqatdan ham yo'l harakat hodisalari yildan yilga ko'payib boryaptimi yoki qo'pollashib boryaptimi? Haqiqatdan ham shu kunni vaqtida, soatida, yosh bo'yicha va boshqa bo'yicha umumiy tahlillarimiz bor. Yo'l transport hodisalari doimiy ravishda tahlil qilib boriladi. Lekin yo'l transport hodisasi ham, o'lim bilan bog'liq holatlar ham, tan jarohatlari ham, misol uchun oxirgi 5 yil agar maqsak biz ijtimoiy tarmoqqa ham chiqarganmiz buni, yildan yilga kamaygan. Yildan yilga, misol uchun 2025-yilda 2188 ta inson yo'llarda vafot etyapti. Bu 2024-yilga qaraganda kamayishiga erishilgan, ya'ni 10 ta odam kam vafot etgan. Bu lekin kam, mana shu kam. Bu degani biz nima deydi, bemalolgarchilikka berilib bo'lmaydi bu bilan. 0.1 ham tashkil qilmaydi shekilli. Misol uchun 2199 ta odam vafot etgan 2024-yilda. Mana 10 taga kam odam vafot etyapti. Respublika miqyosida. Respublika bo'yicha. Xuddi shunday yaqin 5 yillik, 6 yillikda ham tushishga erishilgandi yo'l transport hodisalari. Lekin men nima demoqchiman, bu bitta odam o'lsa ham baribir bu biz uchun fojia. Bu aytilayotgan takliflarga men 100% qo'shilaman. Haqiqatdan ham qonunlarimizda yana ham keskin choralarni ko'rib chiqish vaqti kelgan va bu bo'yicha takliflar qilinyapti. O'sha Kamol aka siz aytdingiz, mana tezlikni 2-3 baravariga oshirish holatlari yoki haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni uje mana kiritildi. 1033 qonunga xabaringiz bor. Haydovchilik huquqidan mahrum etilgan odam ikkinchi marta yana transport vositasini boshqarsa, Jinoyat kodeksining 261-moddasiga o'zgartirish kiritildi. Ayni paytda 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab berildi. Aynan shu mahrum etilganlari. Yana ikkinchi tomoni qonunchilikda ham to'xtab turibdi, jazo kuchaytirilmayapti ham deb bo'lmaydi. Mana jarima ballari degan tizim yo'lga qo'yildi. Erta 1-apreldan boshlab qurilmalar orqali aniqlangan qo'pol qoidabuzarliklar uchun ham jarima ballari hisoblanadi. Va bu prognoz qilinyaptiki, o'zini yaxshigina natijasini beradi. Qoidabuzarliklarni kamaytirish barobar. Qoidabuzarlik kam sodir etilyaptimi? Demak, yo'l transport hodisasi ham o'z-o'zidan kamroq sodir etilishiga olib keladigan narsada bu. Undan tashqari, endi bundan buyog'iga mana biz hozir 10 kun test rejimida ishlatib ko'rdik. Agar haydovchilik huquqidan mahrum etilgan yoki bu huquq bo'lmagan odam mashina boshqarsa, uni faqatgina xodim ushlagan vaqtdagina chora ko'rish mumkin edi. Endi qurilmalar ham bular aniqlaydi. Va bevosita onlayn tartibda jarimalar shakllantiriladi. Haydovchilik huquqi yo'q va bu huquqdan mahrum etilganlardi. 1 yilda 2 marta bo'lyaptimi? Bu mahrum etilgandan keyin misol uchun qamalishi mumkin fuqarolar. Bu bo'yicha ham e'lonlarimizni berib bo'ldik ijtimoiy tarmoqlarga. Bizda lavha bor, diqqat ekranga. Yo'l bu faqat harakatlanish vositasi emas, balki inson hayoti bilan bog'liq joy. Ammo bugun yo'llarimizda xavf kamaymayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 1 yilda 900 mingdan ortiq yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Ularda 2 mingdan ortiq inson halok bo'ladi. Bu degani har kuni o'rtacha 6 nafar inson yo'l transport hodisalari sabab hayotdan ko'z yumadi. Bu raqamlar oddiy bo'lishi mumkin, lekin buning ortida minglab oilalarning dardi va afsusi turibdi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Yo'l transport hodisalarining ko'p bo'lishiga nima sabab bo'lmoqda? Yo'l transport hodisalarining ko'payishiga nima sabab bo'lmoqda? Odamlarda e'tiborsizligi. Ko'p narsa fuqarolar o'zida deb o'ylayman. Shu peshixodlardan to'g'ri o'tilmaydi. Haydovchilarning birinchidan shoshqaloqligi. Haydovchilarning hammasi hozir yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaydi, yo'lovchilar shoshiladi. Bir tomondan faqatgina haydovchilar emas, yo'lovchilarning fikrida xatosi bor deb hisoblasak bo'ladi. Ko'pchilik o'zimizdan aeroportdan avtobusda yuramiz, yo'ldan o'tganda olishga erinamiz, foyda bo'lmaydi deb. Shular ham sabab deb o'ylayman. O'zimizda ehtiyotkorlik qilmasligimiz, e'tiborsizligimiz. Tezlik bo'lsa kerak. Ko'proq peshoboddan o'tishmaydi odamlar. Mashinalar yon atrofiga qaramaydi. Oddiy piyoda ham yo'l qoidalariga amal qilmaydi. Haydovchini o'zi haqida e'tibor bermasdan ichgan holatda. Tajribasiz va yo'l qoidalarini yetarlicha bilmaydigan haydovchilar nafaqat o'z hayotini,
balki boshqalarning ham taqdirini xavf ostiga qo'ymoqda. Mas'uliyatsizlik, tezlikka rioya qilmaslik va qoidalarni mensimaslik esa yo'llardagi xavfni yanada kuchaytiryapti. Hujjatsiz mashina haydash qanchalik to'g'ri? 100% noto'g'ri. Menimcha, agar to'g'ri bo'lganda davlat tomonidan ruxsat berilardi bunga. Qanchadan qancha jinoyatlar sodir bo'lyapti, insonlarning o'limiga sabab bo'lyapti. Bu noto'g'ri 100% deb o'ylayman. Mana yaqindan beri bu bo'lyapti-yu, qanchadan qancha avariyalar, o'zi yo'l patrul xizmatchilarini ham urib ketishyapti. Albatta noto'g'ri. Birinchidan o'zini hayotiga zomin bo'ladi, ikkinchidan yo'lovchini hayotiga zomin bo'ladi. 100% noto'g'ri. Noto'g'ri albatta. Mana yaqinda ham ko'rdik, bitta xodim mana halok bo'ldi. Umuman noto'g'ri narsa. To'g'ri emas u. Avvalambor o'ziga ziyon bo'ladi avtohalokat bo'lganda. Yo'l transport hodisalarining oldini olish faqat nazorat yoki jarimalar bilan emas, avvalo haydovchining mas'uliyati va yo'l madaniyati bilan bog'liq. Chunki yo'ldagi bir lahzalik beparvolik nafaqat bir insonning, balki butun bir oilaning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Lavhadan xalqimizning bir fikrini eshitib ko'rdingiz. Yuqorida bir narsani aytdingiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali 500 dan ortiq jinoyatni aniqladik va ular qo'pol qoidabuzarliklarni aniqladik va ularning katta qismi boyaga yetmaganlar deb. Ming bor uzr, bu meni qoyil qoldirdi. Birinchidan jinoyat qilyapsan. Uni qanday qilib qo'rqmasdan amalga oshiryapsan, bu birinchi savol. Ikkinchisi, qanday qilib qo'rqmasdan omma uchun maqtanib jinoyating bilan ijtimoiy tarmoqlarga joylayapsan. Bu qayerda fojia? Bu zanjirni qayeri buzuqki, bizni xalqimiz bunday ahmoqona, xavfli ishlarni qilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, javob berib o'tsam, xalqimizda bir yaxshi naql bor-da. Qush uyasida ko'rganini qiladi deyshadi dono xalqimiz. Bekordan bekorga bu gap aytilmayapti. Aynan ijtimoiy tarmoqlarni o'zim, shaxsan o'zim analitika qilaman, kuzataman, sodir etilayotgan qoidabuzarlikni tahlil qilamiz. Ko'p shu voyaga yetmaganlar bilan bog'liq holatlarni o'rganganimizda, aynan ulardan intervyu olganimizda, kelib chiqish sabablarini so'raganimizda, qo'shtirnoq ichida ijtimoiy tarmoqlarda yulduz bo'lishni xohlaganlar yokida mashhurlikni soddaroq tushuntirganimda o'sha xalq tilida aytilgan, ya'ni obunachilar soni, ya'ni podpischlarni trend ko'paytirish maqsadida ushbu qoidabuzarliklarni sodir qilayotgani haqida gapirib o'tishadi. Lekinda o'sha birgina davlat raqam belgisini yechib harakatlansam yokida mumkin bo'lmagan qurilmalarni qo'ysam, o'sha sirena migalka moslamalarini, qoidabuzarliklarni ushbu tartibda sodir qilib qo'ysam, o'ylashadiki, yo'l patrul xizmat xodimlari topolmaydi yokida chora ko'ra olmaydi deb o'ylashadi. Bu borada tizimli ishlar amalga oshirilib, bizani aynan har bitta yo'nalish bo'yicha o'zimizdan mutaxassislar bu borada ish olib borib turib, hamma o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan holatlar bo'yicha barchasiga qonuniy chora ko'rilib, o'sha kelib chiqish omillari nafaqat ularga faqatgina chora ko'rilyapti. Hozirda o'sha mahallalarda, o'sha maktablarida yoki o'sha ta'lim tashkilotlarida aynan ota-onasining ishtirokida o'sha maktabda o'zini tahsil olayotgan maktablarda muhokama yig'ilishlar o'tkazilib, o'sha yerda ta'sir choralari ham qo'llanilmoqda. Sizlarning ham fikringlar qiziq. Fikrlarimiz shu aytganlarda, ya'ni Instagramlarda, boshqa Facebooklarda o'sha ko'proq ovoz olishmi nima deydi, o'sha bo'lib qoldi. Men hayron bo'lganim, endi o'sha yerda topayotgan puli, demak, mana bu jarimasiga to'layotgan pulidan ko'proq bo'lsa kerak-da. Bular shunaqangi o'zini ommaviy axborot vositalariga, o'sha Instagramlarga qo'yib chiqishyapti. Ular keyin o'sha jarimaga tortilyapti-da. Chiqmasdan oldin qanchasi bunaqa haydab yuribdi, ko'chada harakatlanibdi, masalan, yo'llarda-da. Reydlar o'tkazilgan paytda hozir kameralar ishga tushmadi, mana test rejimida turibdilar. Ishga tushdi. Reydga ishga tushdimi? Reyd davomida 2 kun ichida 50-60 ga yaqin, masalan, o'sha baloatga yetmagan yoshlar, haydovchilik guvohnomasi, maxsus tajribaga ega bo'lmagan haydovchilar qo'lga qilingan. Shu joyda aniqlik kiritib ketaylik. Demak, hozirgi ishga tushgan qurilmalar, moslamalar Face ID orqali bizni haydovchilik guvohnomamiz bormi, yo'qmi tekshirib, bizga jarima yoza oladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu yangilik sizlar uchun ham foydali bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yangilik to'g'risini aytsam, eshitib juda xursand bo'ldim, menga ma'qul bo'ldi. Chunki men o'zim ko'chada shu yo'llarda yurganda juda ko'p yoshlarni qo'pol xatoliklar bilan, qoidabuzarliklar, harakat xavfsizligiga amal qilmagan holatda harakatlanayotganini o'zimiz guvoh bo'lamiz-da. Vaqt kelganda aytadi, jamiyat nafaqat ota-onasi ularga mas'ul, jamiyat ham masalan o'zini masalan noroziligi bilan yoki o'sha tartibga chaqirish yo'li bilan
shunaqangi tajribasi yo'q yoki haydovchilik guvohnomasi haydovchilarga dakki bergan paytimizda hattoki gap qaytarish bilan masalan o'sha man shoshib turuvdim, man sizni nima ishingiz bor degandek qilib qanaqadir bir gap qaytarishlargacha borishdida. Men o'shanga aytmoqchiman, bu narsa juda yaxshi ish bo'libdi. Fikr bildirmoqchiman. Faqat biz haydovchilarga og'irlik qilyapmiz qaysidir ma'noda. Jarimalar, qizildan o'tma, tez haydama, o'sha jarimalar uyga borib kelishligi yo'q, to'g'ri. Yo'l harakati qoidalarini nazorat qiluvchi shaxslarimiz, o'sha mas'ullarimiz kerak tirbandlikni oldini olish uchun, lekin ichib haydamaydigan, tez yurmaydigan, qizilga tushmaydigan haydovchilarimiz ham bor-ku. Nega 3-4 ta qilingan xatolar evaziga biz yana ham bir qat'iy choralar ko'ryapmiz-da va ularga ham qaysidir ma'noda yuklama qilib qo'yamiz. 20 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, biz qizil chiroq, biz yozib chizilgan chiziqni bosmasligimiz kerak edi. Bugun mas'uliyat oshib ketib qolmadimikan? Chunki bugun 50 dan 60 dan oshgan haydovchilarimiz ham bor. Chiziqqa qaraydi, qizilga qaraydi, kameraga qaraydi, yo'l harakat patrul xodimi turgan unga qaraydi, yana rulga qaraydi. Biz chiqarayotgan qonunlar qayerda bir yengillik beryapti haydovchilarga, qayerda ularni o'rgatib olishimiz qiyin bo'lyapti. Kechirasiz, bu mas'uliyatini oshirganimiz, javobgarlikni kuchaytirilgani bu faqat yo'l transport hodisasini oldini olishga xizmat qiladi. Katta ehtimol bilan shunga javob berasiz dedim. Endi bitta narsa aytaman. Sizga javob berib olasiz. Hop, yana bitta qo'shib keting. Sizlar transport vazirligi, ichki ishlar yoki bo'lmasa qonunni biladiganlar hamma narsani zo'r qilib qo'ydinglarmi? Qayergadir mashina qo'ysak mumkin emas joy degan ishtiraf keladi. Lekin men shaxsan o'zim ishtirok etgan bir holatni aytib beraman. Mazam yo'q. Dorixonaga keldim. Eng yaqin parkovkada joy yo'q. Parkovka masalasida joylar yetarli qilib qo'yilmagan. Men majburman dori olishim kerak, dorixonaga kirib chiqaman, jarima to'layman. Men 15 minglik dori olsam, yana bir necha yuz ming jarima to'lashim kerak. Ya'niki, to'g'ri, xato qildimmi, jarima to'lashim kerak. Kechirib qo'yasizlar, kim qiladi buni? Transport vazirligimi, yo'l vazirligimi kim qiladi? To'liq qilib qo'yaylik mashinalar qo'yishga joy. Bu variantlar ham bor-da. Mas'uliyat ko'payib ketyapti haydovchilarga deb o'ylayapman. To'g'ri aytyapsiz. Bu borada to'g'ri. Endi men umumiy gapiryapman mana parkovka masalasi boshqasi bu yo'l harakati to'g'risidagi qonun bor-da. 900-son qonun bor. Ana o'shanda yo'l egasiga ta'rif berilgan. Bu yo'lni egasi o'sha transport o'sha qaysi tashkilotga agar tegishli bo'lsa, o'sha yo'lni egasi o'sha yo'lda yo'l transport hodisasini oldini olish bo'yicha o'sha asfalt qilishmi, belgilar qo'yishmi va hokazo barcha kerakli bo'lgan ishlarni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Aynan yo'l egalari. Nega ularga jarima solmaysizlar, haydovchiga solasizlar? Qo'ymagan ularga ham. Qilmagan odamga solish kerak emasmi? Kechirasiz. Endi mana davom etyapmiz-da. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 147-moddasi bor. Bo'yicha o'sha yo'l egalariga nisbatan agar mazkur yo'lda yo'l transport hodisasi sodir etilishiga omillar bo'lgan taqdirda yoki yo'l transport hodisasi sodir etiladigan bo'lsa, ularga nisbatan ham javobgarlik qonunchilikda belgilangan ko'riladi. Ya'ni agar avariya bo'lgan bo'lsa, u avariyani sodir etilishiga omil nimalar aniq bo'ldi? Yo zinak qo'yilmay turib qurilish ishlari qilayotganmidi yo asfalt chuquri bormidi o'sha yerda, hamma narsaga tergov jarayonida baho berilib javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Sabab orttirilgan aybdorlar ham jazo topadi. Endi men boyagi birinchi savolingizga qaytayotmoqchi edimda, haydovchilar mas'uliyatini oshirib qo'ymadingmi, undan ko'p narsa talab qilib qo'ymadingmi? 20 yil avval faqat qizil chiroq bor edi degan gapni aytdingiz. Bu mana men sizga aytayapman. Yildan yilga mana yaqin 5 yillikda aytdim, avariya kamaydi, o'limlar kamayyapti. Bu juda ko'p kamaymagan bo'lsa ham kamayishiga erishilyapti. Bu o'zi bo'lmayapti aka. 20 yil avval aholimiz qancha edi, mashina qancha edi. Hozir pasportga mashina olyapti. Bepul, benecho pasport bilan boring salonga. Avtokredit qilasizda mashina olasiz kerak bo'lsa-da. To'g'risida pasportga telefon olish mumkinligini eshitib ba'zida xursand bo'lardik, biroq hozir bemalol mashina olyapti. Shuncha avtomashina ko'payib ketyapti. Har 100 ming transportga yoki aholi soniga nisbatan olib qaraganda yo'l o'sha kengaygani yo'q, to'g'rimi? Shu yo'lda shu mashina harakatlanib yuribdi. Hozir 5 milliondan ziyod mashina bor. 20 yil avval qancha edi? Misol uchun aka. Xo'p, bo'lmasa ko'rilayotgan qat'iy choralar va jazolarni haydovchilarga foydali tarafini sanab bering. Mana bir real holat oldin bunaqa foyda yo'q edi, hozir bor deb aytib bering. Nima foyda yo'q edi? Oldin yo'q edi bu foyda, hozir bor. Qonunlar, choralar ko'paygani evaziga deb aytib bering. Xuddi shu savolga bittagina jarima berasiz keyin. Bittagina jarima balidan kelib chiqib aytaman. Mana
1033 son qonun bilan 1-iyundan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan yozilgan ma'muriy bayonnomalar asosida jarima ballarini hisoblash yo'lga qo'yildi. Erta mana 1-apreldan aytayapman, qurilmalarniki ham qo'shiladi bunga. Endi mana shu aralig'ida 1-iyundan boshlab yil oxirigacha haydovchi aybi bilan sodir etiladigan yo'l transport hodisalari 32% ga kamaydi. Og'ir oqibatli avtohalokatlar, ya'ni bir necha insonlarning vafot etishiga sabab bo'ladigan avtohalokatlar 11,5% ga kamaydi. Mana tahlillar shuni ko'rsatadi. Umumiy avtohalokatlar 6% ga kamaydi. Mana shu 1-iyundan o'tgan yil oxiriga qadar. Endi mana 1-aprelda yana qurilmalardagi ishga tushgandan keyin men aytayapman, yana bu prognoz nasib bo'lsa o'zini ijobiy natijasini beradi. Haydovchilar haqida ko'p gapiramiz. Haydovchilar, o'zim haydovchi sifatida fikr bildiraman hozir. Haydovchilar ham bu juda katta hamjamiyat. Mamlakatga foyda keltiruvchi juda ham katta segment. Ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi mamlakatni. Agar imkon berishganida, deylik, haydovchilar manfaatida nimani taklif qilgan bo'larding desa, men ma'lum bir yillarga haydovchilarni aynan yo'l bilan bog'liq bo'lgan har qanday soliq va yig'imlardan ozod qilgan bo'lardim. Nima uchun? Sababi yo'l bu haydovchining haqqi. Biz soliq to'laymiz va haqli ravishda o'sha go'z talablarga javob beradigan yo'lni talab qilishga haqqimiz bor. Oddiy misol, O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyatidan harakatlanib kelayotgan transport vositasini bir vaqtning o'zida 4 ta ballon yirtilib ketishi uchun ayting, yo'l qanchalik abgor bo'lishi kerak? 4 ta ballon bir vaqtning o'zida. Bu masala bilan tegishli idoraga murojaat qilgan odam tashvishni ko'pligidan bekorga ariza beribman, bekorga sudlashibman degan nadomat bilan menga aloqaga chiqyapti. Ya'ni voqea joyidan ketib qolgansan deb o'ziga nisbatan ma'muriy javobgarlik chorasini ko'rish masalasi ko'tarilibdi. Vaholanki u muammo haqida gapirgan. Bugungi kunda yo'llarimizdagi mavjud nosozliklar yoki yama chuqur, zo'r aka bir narsani tan olishimiz kerak. Bu hali yuz bermagan yo'l transport hodisasi va avtomobil yo'llari to'g'risidagi va yo'l harakati to'g'risidagi qonunda ichki ishlar xodimiga aynan mana shunday holatlarda mavjud kamchiliklarni yoki muammolarni yoki avariyaviy zonalarni ko'rgan vaqtda yo'l egasi to'g'ri aytdingiz, balansda saqlovchiga xabar berishga haqqi bor va tegishli tartibda javobgarlik ham tortish mumkin. Lekin eng bizda no'noq va eng yurmaydigan yo'nalishlardan bittasi bu aynan yo'ldagi nosozliklar uchun javobgarlik yo'q. Balansda saqlovchilarni men oxirgi marta kim sudga berdi, qancha pul undirdi, qancha ma'naviy zarar, qancha moddiy zarar undirdi eshitmadim. Yurist sifatida sudlashgan ikkita odamni bilaman, ming pushaymon bilan sudlashib bekor qilman, qaytanga vaqtimni yo'qotdim, naqdimni yo'qotdim deyapti. Bu shu qadar yo'lga qo'yilishi kerakki, har bitta balansda saqlovchi aynan yo'l nosozligi uchun javobgar bo'lishini va ertaga bu uchun kerak bo'lsa jarima, kerak bo'lsa ma'naviy zarar, kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortilishini his qilish kerak. Haydovchilar manfaati berayotgan taklifim bugungi kundagi yo'llarning sifati biz to'layotgan soliq va yig'imlarga qanchalik mos tushyapti. Haydovchi bu oxir oqibat haydovchining kayfiyatiga olib boradi. Mana siz savol berdingiz, nima uchun haydovchilarga yuklamalar boshqa bu haydovchining umumiy kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bugungi kunda noto'g'ri rasmiylashtirilgan jarimalar kam deysizmi? 500 dan ortig'ini sud tartibida bekor qildik. Sud qarori bilan rasmiylashtirilgan jarima qarorlari asossiz deb topildi. Asossiz jarimaga tortilgan haydovchida qanaqa kayfiyat bo'lishi mumkin? Yoki bo'lmasam kechirish instituti keyinchalik bo'lsa ham joriy qilindi zo'r aka. Lekin undan avvalroq ham, ya'ni ogohlantirish bilan qo'yib yuborishi mumkin bo'lgan haydovchiga nisbatan qat'iy chora ko'rildi. Gapirib o'tib ketdingiz. Yo'l qoidasiga yoki bo'lmasam 4 ta ballon yirtilishiga sababchi bo'lgan omil bor. O'ziga nisbatan javobgarlik qildi dedingiz. Bu bitta gapingiz. Ikkinchi gapingiz, bir nechta noqonuniy rasmiylashtirganlarni jazodan ozod qildik dedingiz, a? Jarimasidan ozod qildik. Jarimasi sud tartibida bekor bo'ldi. Bekor bo'ldi. Bo'ldi, mana shu yerda gapingizni tugatdingiz. Kechirasiz. Norasmiy rasmiylashtirganga jazo yo'qmi? Bu xato qildik-ku. Bu ikkinchi va juda ham katta savol. Ya'ni noto'g'ri rasmiylashtirilgan jarima qarorlari uchun kim javob beradi va javob berdimi degan bu juda katta savol va juda alohida bitta dastur talab qiladi. O'shaning yo'q, savol nima bo'lishi kerak? Noqonuniy rasmiylashtirib qo'ygan, bu fosh etildi mana advokatlar tomonidan deylik. Lekin noqonuniy bo'lsa, ichki ishlardagi o'sha xodim rasmiylashtirgan bo'ladi-yu. Unga nisbatan jazo bormi, bo'lishi kerakmi, yo'qmi, ishlaydimi, yo'qmi bu mexanizm? Agar xato qilingan bo'lsa, ichki ishlar xodimi tomonidan unga nisbatan belgilangan tartibda ichki ishlar vazirining tegishli buyruqlari asosida xizmat tekshiruvi o'tkazilib, jazolanadi. Ta'sir choralari xodimlarga nisbatan qo'llaniladi agar xato qilsa. Men boshqa masalaga qaytmoqchi edim. Aynan bugungi ko'rsatuv mavzusi voyaga yetmaganlarni avtomashina boshqarishi, bu qoidabuzarliklarni oldini olish masalasida yoki ijtimoiy tarmoqlarni monitoring qilishi bo'yicha mana gap boshida boshlagandik. Hozir ham aytildi mana. Qoidabuzarlikdan maqtanib post qo'yish ijtimoiy tarmoqqa. Biz mana yaqinda bitta taniqli san'atkorga haydovchilik xavfsizlik kamarini taqmasdan mashina haydab chiqqanligi uchun
unga xavfsizlik kamariga chora ko'rib taqmaganligi uchun ijtimoiy tarmoqqa qo'yildi endi shu taniqli san'atkor. O'shanda o'yladim, bu reklama bo'lib qolmayaptimi bu haydovchi, bu san'atkor o'zini shou biznesdagi nimasini yuqorilatib qo'ymayaptimi yana buni misol uchun yana bunga xalq e'tibor berishiga biz yana bir sababchi bo'lib qolmadikmikan deb o'ylab turgan paytimda ertasi kuni yana bitta ayol san'atkor va yarimta erkak san'atkor aynan mana shu xavfsizlik kamarini taqmasdan o'zini Instagramlarga video qo'yyapti-da, chiqib ketyapti-da. Endi keyin biz boshqa chora qildik, bularga chora ko'rdik, ijtimoiy tarmoqqa chora ko'rilganligini qo'ymadik. Mana shunday. Kerak bo'lsa ba'zi bir san'atkorlarimiz ham yo'llarda qoidabuzarlik sodir etib, mana shu qoidabuzarlikni ijtimoiy tarmoqqa qo'yayapti. Nima uchun? Chunki biz monitoring qilayotganimizni bilyapti. Biz unga chora ko'ramiz unga nisbatan. U yana chora ko'rilganligini, kerak bo'lsa o'zimiz qo'yib qo'yamiz. Bu qaysidir ma'noda uni reklamasiga ham ishlab beryapti. Ming afsuski bu PR ham jirkanch PR. Xuddi shunday. Buni tan olmasdan afsuski mana shu PRdan foydalanayotgan taniqli insonlarimiz ham kam emas. Bularni ham tegishli vazirliklari, tegishli idoralari kerak bo'lsa o'zini ma'naviy tomondan tutishini to'g'rilash uchun ham tartibga chaqirib qo'yib. Bilasizmi, yana bor sizni to'ldirmoqchiman. Shunga yaqinroq fikr, mana hozirgi videorolikda ko'rganimizda bir inson aytdilar, hamma haydovchilar deyapti. Hamma haydovchilar ham emas. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilib, doimiy, masalan, 50, 40 yildan beri avtomobil boshqarib kelib, bir marta ham jarimaga tortilmagan haydovchilar ham bor-da. Endi shunaqangi yoshlar orasida, nafaqat yoshlar, yosh katta haydovchilar orasida ham shunaqangi anaqa holatga duch kelyapmiz. Foto, video qayd etish moslamalar o'rnatilgan bo'lsa, o'ta tartibga rioya qilib yurishadi. Ahamiyatsiz chora qilib bo'lsa, qizilda harakatlanib, qoidalarni mensimasdan harakatlanib ketayotgan haydovchilar ham bor. Instagramda BMWda poyga o'ynab, yo'l patrul xizmati xodimini urib nobud qilgan o'sha uni kommentariyalar yozishdi, o'qib badallarimdan jimlash bo'ldi. Ayrim o'sha nopok, demak o'sha hayotida shunaqa o'zi doim shunaqa yuradigan odamlar battar bo'lsin degan anaqani o'qidim-da. Xodimga nisbatan bu yaxshi narsa emas. Kimlardir masalan qanaqadir ommaviy axborot vositalarida o'sha Instagram, Facebookda o'zini qo'ygan anaqalarga negativ yozganlarni sudga berib, qanchadir mablag'lar undirib boshqa qilishdi. Lekin shunaqangi yozganlarga ham qanaqadir bir chora ko'rish kerak deb o'ylayman. Bugun bo'lgan holat, mana mana shu televideniyaga kelayotganimda katta bir chorrahada, shu Yakkasaroy tumanidagi chorrahada aynan ichki ishlar ikkita xodimi turib, yo'l qoidasini, ya'ni boshqacha tartibga solishyapti chorrahada. Tasavvur qildim, shu yerda turdim 20 minutcha bo'lmaganda-chi. Agar bo'lmaganda, lekin bizni haydovchilarimiz shunaqa kayfiyat singdirilganki, ichki ishlar xodimi borki, ular jazolovchi, ishtirok yozuvchi. Bu hozir galdiga bermoqchi bo'lgan savolimga bog'liq bo'lgancha to'xtalyapman. Hozir bitta gap aytdilar, bular eshitgan bo'lsanglar, yaxshi haydovchilar ham bor. Yaxshi haydovchilar. Biz yomonlarini, biz qoraytirilgan oynani o'z vaqtida pul to'lamaganlarini, biz xavfsizlik xabar taqmaganlarini olib chiqyapmiz. Lekin qanaqadir bir jazo bor joyda qanaqadir bir taqdirlash ham bo'lish kerak emasmikin? Shunaqa ham yo'lga qo'yishimiz menimcha yaxshi kayfiyat tug'dirmasmikin odamlarda? Bu narsa bor. Intizomli haydovchiga qanaqadir mukofot yo e'tirof. Biz kerak bo'lsa, endi bu nima deydi, ommaviy ravishda bu narsa bo'lgani yo'q. Ommaviy ravishda misol uchun taqdirlar. Nega remont taqmagan ommaga olib chiqamiz, ular olib chiqaylik, mana ham bo'ling shuni desin. Olib chiqamiz. Men sizga qo'yib ham bera olaman, kerak bo'lsa, mukofotlagan, taqdirlagan. Bering o'sha kadrlarni qo'ying. E'tirof etgan o'sha haydovchi biz kerak bo'lsa, bunda endi shunaqa bo'lib bu og'ir jarayonda. Mana siz haydovchilik guvohnomasini 2000-yil olgan bo'lishingiz mumkin-ku. Turibdi haydovchilik guvohnomasi. Masalan, haydovchilik guvohnomasidan agar biz aniqlaydigan bo'lsak-da, bu sizni qoida haydovchilik guvohnomasi teranadi. Bu bizni qoida buzar qilmaydi. Biz shunchaki qoida buzmagansiz. Balki mashina haydamagandirsiz 10 yildan beri. Bu yog'i bor. O'shaning uchun bu aniq bu tomonlarni aniqlashda salgina ertaga axborot texnologiyalari o'rnini yana ham kengaytiryapmiz. Mana keyinchalik buni ham balki yo'li topilar. Aynan har kuni mashina haydab yuribdi-yu, lekin qoida buzmayapti. Mana shularni aniqlash nuqtai nazaridan aytayapman-da. Men bir narsa juda ham istagan bo'lardim. Ana shu oqibati o'lim bilan tugayotgan avtoterror yoki bo'lmasam qo'pol qoidabuzarliklarni oldini olishni zo'r chorasi bor. Faqat biz o'sha choralarni qo'llash uchun ham yurak topishimiz kerak, ham qo'llay oladigan mexanizm yaratishimiz kerak. Qarama-qarshi harakatlandimi? Ichib mast holatda transport vositasini boshqardimi? Yoki bo'lmasam o'sha aytganimizdek 60-80 kilometrgacha transport vositasini harakatlanishini tezlatdimi? Jazo muqarrar bo'lishi kerak. Ya'ni jazosizlikka chek qo'yilishi kerak. Mana hozir kadrda video ko'rdim. Eng oxirida e'tibor bergan bo'lsangiz, Cobalt transport vositasi qayrilib olayotgan vaqtda qayerdandir avtomashina paydo bo'ldi-yu, uni urib yubordi.
Bu ish haqida tafsilot yo'q, lekin katta ehtimol bilan Cobalt qayrilib olayotgan vaqtda qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan transport vositasini o'tkazib yuborish kerak edi degan versiyadan kelib chiqishadi. Unga nisbatan tezlik bilan bog'liq jarimani qo'yish mumkin, ammo oqibatiga baribir qayrilib olayotgan transport vositasi javob beradi. Rossiyada Oliy sud shunday qarorni o'rnatdi, ya'ni plenum qarori ham qabul qilindi. Avvaldan qoida buzib kelayotgan haydovchida bu harakatning boshqa ishtirokchilariga nisbatan prioritet ustuvorlik yo'qoladi. Siz qoida buzgan vaqtingizdan boshlab boshqa harakat ishtirokchilariga nisbatan sizda ustunlik yo'qoladi. Bu amaliyotni joriy qilishimiz kerak. Soatiga 160 km tezlik bilan harakatlanib kelayotgan bir vaqtimda menda boshqa haydovchilarga nisbatan mavjud bo'lgan barcha ustuvor huquqlar yo'qolishi kerak. Chunki o'zim qoida buzib kelyapman. Qanaqa qilib yo'l transport hodisasi yuz bergan vaqtda oqibatga men javob bermasligim kerak. Yoki bo'lmasam sudlarda 266(1), 266(2), ya'ni og'ir tan jarohati yoki o'lim bilan tugagan holatlarda biz tezlik bilan oqibatni bog'layapmiz. Ya'ni tez yurmaganida o'lim bo'lmasin deyapmizda, odam qamalyapti. Ammo 133 ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, ya'ni odam o'lmay mashinaga zarar yetadigan bo'lsa, tezlikni oqibatni bog'lamayapmiz. Bu ikki xil standart bizga nima beradi? Haydovchi tezlikni oshirish barobarida kamida qamalishi yoki bo'lmasam transport vositasidan mahrum bo'lishini o'ylar ekan, u tezlikni keskin kamaytiradi. Mana shu chorani qo'llagan kunimiz nimadir o'zgaradi, ungacha faqatgina gap so'z bo'lib qoladi bu gaplar. Yoki qamalish. Men juda ham istardim bu studiyadagi gaplar, gapirilgan gaplar joyiga yetib borsin, lekin bir necha yildan beri gapiryapmiz, keskin chora qo'llashni kimdir xohlamayapti yoki bu qonun loyihasini kiritishga hech kimda yurak topilmayapti. Yoki kimdir manfaatdor. Unda chidashimiz kerak, boshqa iloji yo'q. Unda chidashimiz kerak. Mana shu bo'layotgan voqealarni normal qabul qilishimiz kerak, chunki sharoit yaratib beryapmiz. Qarama-qarshi harakat dedingiz, so'nggi kunlarda yetkazib berish yo'lga qo'yilgan har bitta viloyatimizda yetkazib berish xizmatchilari, ya'ni velokuryer va motokuryerlar bilan bog'liq juda ham ko'p qonunbuzarliklar va yo'l harakati qoidalarini buzish kuzatilyapti. Ba'zilari hattoki o'lim bilan ham yakunlanyapti. Bu nimani hisobiga? Ularni hali hanuz bilimi, yo'l harakati foydalanuvchi sifatida bilimi yo'qligigami yoki ular uchun maxsus yo'lakchalar ajratilmaganigami? Nima sababdan bizni yo'limizdan, haydovchilarning yo'lidan ham, piyodalar o'tish yo'lagidan ketayotgan insonlardan ham qarama-qarshi tarafdan kimdir motoda yoki baykda uchib chiqib kelish kerak? To'g'ri aytdingiz. Ular ham qoidani bilish kerak. Haydovchi guvohnomasi bo'lishi kerak. Hozir joriy etildi mana. Moped, skuterlar, elektron dvigatel bilan harakatlanadigan transport vositalarining hammasiga hozir mana A1 kichik toifasi joriy etildi. Bevosita imtihon topshirish asnosida haydovchilik guvohnomasini olib, keyin ular boshqarib yurishlari mumkin. Yoki bular hammasini endilikda davlat raqam belgilari bo'lishi kerak. Bu bo'yicha ham mazkur qoidalarga rioya etmaslik holatlarini aniqlash bo'yicha ham nazorat tadbirlari o'tkazib, masalan, men qarama-qarshidan kelayotgan veloskuterni yoki noto'g'ri joyda qayilish amalga oshirgan veloskuterni, kuryerni urib yuborsam, ming bor uzr, bu yerda veloskuterchi emas, men jazolanaman. Men qoidani buzmagan holatimda ham javobgarlik menda bo'ladi, chunki men unga tan jarohati yetkazgan hisoblanaman. Chunki qonunda shunaqa narsa bor, transport vositasi bu yuqori xavf manbai. Ya'ni odam xato qilgan taqdirda zararni ko'proq transport vositasi yetkazadi, chunki u temir deyishadi. Ko'proq sen ehtiyot chorasini ko'rishing kerak edi degan versiya yo'q emas, ammo shunda yo'l transport hodisasi yuz berdi, tergov jarayonida ishtirok etganman, sudda emas. Piyoda mumkin bo'lgan tartibga solingan joyda svetofor, ya'ni peshexod, piyoda uchun qizil chiroq yonib turibdi, kunning tungi qismida va piyodalar yo'lagini yugurib kesib o'tyapti, qizil ishoraga kesib o'tyapti. Oqibatda transport vositasi urib boryapti, fuqaro joyida vafot etyapti. Ammo o'sha vaqtda tergov jarayonida ekspertizaga savol qo'ygan vaqtim piyodani harakatlariga baho berishni so'raganman va 10 ga yaqin savol qo'yganman. Mana shu berilgan savollardan bittasi piyodani amaldagi yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda yo'lni kesib o'tganda bu yo'l transport hodisasi yuz bermasmidi degan savol qo'ygan vaqtim, ha, yuz bermas edi, ammo aybdor haydovchi, chunki uni tezligi balandlatdi deyapti. Demak, har qanday vaziyatda ham haydovchi aybdor bo'ladigan bo'lsa, piyodalarda mas'uliyat yo'qoladi. Ya'ni har qanday to'g'ri, piyoda keyinchalik nimanidir isbotlab berish huquqidan mahrum bo'ladi, chunki u nobud bo'ladi, ammo unda o'sha boqimandalik bor. Har qanday vaziyatda ham o'tkazib borish kerak. Chunki men misol uchun archalarning orasidan yo qayerdandir lop etib odam chiqib qolishini gumon qilib transport vositasini boshqarishni xohlamayman. Men bemalol haydamoqchiman. Kerakli joyda to'xtayman, o'tib ketsin, ammo menga tegishli bo'lgan harakat yo'nalishida uni chiqib qolishiga qarshiman. Mabodo yo'l transport hodisasi yuz bergan taqdirda ham kerak bo'lsa o'sha fuqaro hayot qolgan taqdirda transport vositasiga yetkazilgan zararni qoplasin. Chunki mumkin bo'lmagan joydan kesib o'tyaptimi? Huquqiy nigilizm bormi? Qoidani inkor etyaptimi? Qoidani buzyaptimi? Javobini bersin. Haydovchi javob beradigan bo'lsa, piyodalarni hali beri tartibga chaqira olmaymiz. Bizni ko'rsatuvimizni katta ehtimoli bilan mutasaddilar, boya Kamolda aytgandek, qonun ishlab chiqaruvchilar, vazirlar, hokimlar yo'ldagi o'sha bozor mutasaddilari ko'rishligi ehtimolini oldini olib
va ota-onalarimiz, yosh bolalarimiz hammasini umumiy jamlasak va ularga yetadigan ko'rsatuvimiz yakunidagi qisqacha xulosalar, fikrlar, talabiylar, takliflar. Qisqa hammanglardan olishimiz kerak fikr. Marhamat. Mumkin bo'lsa mana shu sohaga oid, men o'zimizni sohaga oid taklif bermoqchiman. Marhamat. Taklif shundan iboratki, mana yaqinda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan A toifa, mototransport vositalari, B toifa 3,5 tonnagacha bo'lgan yengil avtomobillarni o'qimasdan, demak masofaviy yoki o'sha mustaqil, onlayn, offlayn tayyorlanib, demak majburiy 69 soatlik dastur bo'yicha amaliy boshqarishni o'tagandan keyin elektron guvohnoma shakllanib, demak imtihonga borishga ruxsat berilyapti. Taklifim endi o'zi mana yo'l transport hodisalari yildan yilga ko'payib boryapti, statistikalarni ko'rib turibmiz. Bu natijasini keyin o'zi beradi. Demak o'sha nazariy tayyorlanmasdan degani bu umuman o'qimasdan, boshqa qilmasdan, chunki borib imtihon topshirganda baribir o'sha test savollarga javob berish kerak bo'ladi. Test savollarini yodlab olib topshirish emas, uni o'qib, o'rganib, bilim hosil qilib keyin borish kerak. O'shaning uchun taklif boshlang'ich sinflardan boshlab o'rta maktablarda yo'l harakati qoidalari fanlarini, predmetlarini joriy qilib, dasturga kirgizib, o'sha yerda haqiqiy ishlab turgan mutaxassislar darslarni olib borsa, o'sha boshlang'ich sinflarda o'shalarga mos bo'lgan kichik bir yo'l harakati qoidalarida ularga mos bo'lgan bandlari bo'yicha darslarni o'tib, keyin yuqori sinflarga ko'tarilganda o'sha yo'l harakati qoidalarini barcha bandlari bo'yicha ularga bilim berilsa degan taklif. Demak, chuqurroq demoqchisiz, chunki biz yoshligimizda gay xodimlar kelib bizga buni o'rgatishardi. Hozir yana ham e'tibor berishni taklif berasiz. Rahmat. Advokat sifatida men hozir tilga oladigan ikkita organga hurmat saqlab gapiraman. Bu odil sudlovni amalga oshiruvchi sud tizimi va surishtiruv tergov. Bitta iltimosim va qaysidir ma'noda taklif ham bo'lishi mumkin, avtoterrorni himoya qilmang. Buni amalga oshiradigan advokat bor. Sud bu odil sudni o'rnatadi, tergov surishtiruv esa ishni ahamiyatini aniqlashtiradi. Yaqinda bo'lgan BYD va Li-9 transport vositasi, shov-shuvli yo'l transport hodisasi ishida ham advokat sifatida ishtirok etdim. Ana o'sha yerda hamma kadrda Li-9 transport vositasini qanday tezlikda o'tib ketganligini ko'rdi, ammo surishtiruvda buni qarangki, uni tezligi 55-60 ekanligini surishtiruv aniqlayapti. Ya'ni qurollanmagan ko'z bilan ham yosh bola ham u yerda tezlik juda katta bo'lganligini biladi. Demak, surishtiruvning o'zida xatolik bor. O'sha surishtiruvchiga nisbatan sud tartibida korrupsiya bor. Qanaqa katta tezlikni 55 ga tushirib qo'yishi mumkin? Aynan mana shu uchun ham men sud va surishtiruvga, tergovga murojaat qilmoqchimanki, himoya qilmang, chunki ertaga aks zarbasi qurboni shaxsan o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Qo'shimcha sifatida aytib o'tardimki, aynan yo'llarda targ'ibot tadbirlarini ham kuchaytirishimiz lozim bo'ladi. Nimagaki? Mana hozir mana 3 ga bo'linib turgan bo'lsa, aynan misol uchun sizlarni, misol uchun sizni san'at vakillari kuzatadi, sizni opa-singillarimiz kuzatadi, bizani ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi va piyodalar kuzatishi mumkin. Mana misol uchun advokat yuristlarimizni aynan huquqiy maslahat oluvchi obunachilar ko'rsatadi. Birgina iltimos qilib qo'yardimki, aynan shu orqali biz ham o'zimizning auditoriyamizga, ya'ni o'sha bizani kuzatuvchilarimizga huquqiy maslahatlar, targ'ibotlarni, misol uchun oddiygina yo'llardagi harakatlanish madaniyati yuzasidan haftada bir marta bo'lsa ham aynan o'sha targ'ibot roliklarini chiqaraylik. Ozmi ko'pmi biz o'zimizdan hissamizni qo'shaylik, birdek hamma yondashishini so'rab qolgan bo'lardim. Hurmatli ota-onalar, bolangizga yana ham e'tiborli bo'ling. Hurmatli yoshlar, bu ijtimoiy tarmoqdagi qoidabuzarliklardan ruhlanib, maqtanchoqlik qilib, bunaqangi qoidabuzarliklarni avvalo sodir etmang va ijtimoiy tarmoqqa joylamang. Aqlingizni tezgina yig'ib oling, o'zingiz yoki kimnidir hayotiga nuqta qo'yib qo'yishingizdan avval. Bir lahzalik beparvolik yoki bee'tiborlik bir va bir nechta insonning hayotiga nuqta qo'yishiga sabab bo'lishi mumkin. Hurmatli mutasaddilar, mavjud bo'lgan va qonunchilarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan qonunlarni mexanizmini jonlantirishimiz va ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bobolarimiz, otalarimiz, akalarimiz nabirangizga, farzandingizga, singlingizga, ukangizga mana shu ko'rsatuvdan kelib chiqqan holatda kalt bermang. Biz natijaga erishgan bo'lamiz. Yoshlar kanali Rostini ayting tok-shousi edi.